Hey, ejabmi zerikdin. Dunyoda mol beqishdimi zerikishlik ish bormidi? Nima degan zerikishlik? Qanday qilsam bo'la? He, ras. Bu yerda zerikib o'tirg'icha etizda ishlayotganlarni ahmoq qilib o'ynaychi. Xaloyiq! Quzinglar! Bo'ri keldi! Qutuldiringlar! Bo'ri qo'ylarimni yeb ketdi! Tez qutuldirib olinglar! Bo'ri qo'ylarimni yeb ketdi! Bo'ri keldi! Tez kelinglar! Qo'ylarimni qutuldirib olinglar! Odam bor! Tez bo'linglar ko'pchilik. Qo'ylarni bo'rni qutuldirib olaylik. Tez bo'linglar. Bo'linglar ko'pchilik. Bo'rni qochirib qo'ymaylik. Bo'rni atuvga beraylik. Tez bo'linglar. Oyeda! Qo'ylarning hammasi yasabmisak turmamda. Shu emasmi? Hey bola, bo'ri qani? Ha? Bo'rima? Oyoqda. Moyoqda. Nemishqa bo'ri keldi deb bizni aldaysan? Nima qilganing bu, ha? Bekochiqda zerikib sizlarga chaqchaq qilib qo'ydim. Ma, u bolaning kichikkina turib yolg'on so'zlab odam oldida o'tqinni qaramamdigan. Shu emasmi? O'g'lim, yolg'on so'zlab boshqalarni aldash yaxshi ish emas. Hozir chaqchaq qilib, ko'nglingni ochdim deganing bilan, keyincha mushu yolg'onchiliging beshig'ingga balo bo'lib qoladi. U chaqda pushaymon qilsangmi, o'rniga kelmaydi. Bundan keyin qat'iy yolg'on so'zlama. Bo'lamda? Yuringlar qaytaylik. Yana bir qitim yolg'onchilik qilsam, hech nima bo'lmas. Ularni aldab bugunmi ko'nglimni bir xo'sh qilaychi. Hey! Xaloyiq! Bo'ri keldi! Meni qutuldiringlar! Qo'ylarimni bo'ri yeb ketdi! Xaloyiq! Bo'ri qo'yimni yeb ketdi! Qo'ylarimni qutuldiringlar! Bu bola yana yolg'on so'zlab bizni oldimayotganda. Tex tunugilla yolg'on so'zlamaslik to'g'risida nasihat qilgan tursak, har qancha bo'lsa-mu unda qilmas. Hammasi nima qarab turibmiz? Tez berib bolani qutuldirib olaylik. Tez bo'linglar, tez. Bo'linglar. Bo'linglar. O bo'rni ustiga sug'ura olmaydigan bo'lsam. Nima bo'ri bo'ldi bu yerda? Bu bola yana bizni aldabdi-da. Bo'ri aha tarafda. Hey bola, nima ish qilayotganligingni bilamsan? Bilaman. Albatta bilaman. Sizlarga chaqchaq qilib qo'ydim shu. Bizdek tunugillar son yolg'on gap qilmaslik haqida nasihat qilgan tursak, bugun nasihatni unutib, yana yolg'on so'zligini nemiz? Mushundoq yolg'on so'zlavasang, keyinchi hech kim sening gapingga ishonmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bir necha qitim yolg'on gap qo'yganga undaq bo'lib ketmaydi. Nimandaq to'liq gap qiladigan-da bular. Hey, biz bu soni yaxshi bo'lsin davotimiz. Bo'ldilar, yuringlar, ketaylik.
Qutulduringlar. Bo'ri qo'ylarini yeb ketdi. Qutulduringlar. Bu qitimqisi rost. Bo'ri keldi. Bo'ri keldi. Qutulduringlar. Voy qutulduringlar, bo'ri keldi. Sen ne börü geldi dedin bu bala. Qutulduringlar. Voy qutulduringlar. Voy bo'ri qo'ylarini yeb ketdi. Bu balığı yalgan gap qilmoqni shuncha desekmi? Qutulduringlar. Ishqilib, endi men aldolmayman. Men berib ishimni qilay, birodarlar. Ben mi kettim demese? Rost bo'ri qo'ylarini yeb Tek. ketdi. Qutulduringlar. 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 Rostini Yalgan bo'ri sözlemişsen qo'ylarini Polat diye yeb bala. ketdi. Qutulduringlar. Qutulduringlar. Bo'ri qo'ylarini yeb ketdi. Qutulduringlar. Bu qitim men rost gap qilyapman. Rostini bo'ri keldi. Bag'ishininglar. Meni qutuldirmanglar. Bo'ri keldi, qaraying. Rostini bo'ri keldi. Bu qitim bag'ishininglar. Men endi yolg'on gap qilmayman. Endi yolg'on gap qilmayman. Men yolg'on gap qilmayman. Meni qutuldirmanglar. Qo'ylarimni qutuldirmanglar. Bo'ri qo'ylarimni yeb ketdi. Qutuldiringlar. Qutuldirmanglar. Meni qutuldirmanglar. Mening qo'ylarimning hammasi o'libdi-ku. Voy Iset. Voy Iset, menga nima kelgulik bu? Hammasi mening yolg'on so'zlab boshqalarni aldiganligimning oqibati. Agar men burun yolg'on gap qilmagan bo'lsam, kishilar bu qitim mening gaplarimga ishongan bo'ladi. Qo'ylarimdan moyirlib qolmaydim. Hammasi mening savalligim. Yolg'onchining quyruqi bir tutam degan shu emasmi? Meni kechiringlar. Men endi hargizmi yolg'on gap qilmayman. Rostchil odam bo'laman. Rostchil odam bo'laman.